Ishonishingiz qiyin, lekin shu 5 metrli maxluq 430 ot kuchiga ega 80 million so'mga arzonlashdi. Bu haqiqiy to'rga to'r. Uzunligi 5 metr, balandligi va kengligi 2 metr. U yo'lda hammani o'ziga qarashga majbur qiladi. Dizayni va logotipiga esa shunchaki gap yo'q. Bu shunchaki elektrokar emas, RIV texnologiya. 1,5 litrli 4 silindrli benzinoviy dvigatel faqat batareyani quvvatlashga ishlatiladi. Siz zapravka qidirib yurmaysiz. Ichida esa siz tasavvur qilgan barcha opsiyalar bor. Eng muhimi, bularning bari standart komplektatsiyada mavjud. Bu mashinamiz joyida 360 gradusga aylana oladi. Pnevma podveskasi bor. Bagajnikini ochganingizda pnevma podushkasi pastga tushadi, minimalniy sizlarga qulay bo'lishi uchun. Bizda hozir 80 millionlik bayram chegirma amal qilmoqda. To'liq ma'lumot uchun izohlarda G318 deb yozib qoldiring. Biz sizni TAT Avtoda kutamiz.